Muhafizatchi gazetining 1-mart bergan xabariga asoslanganda, Kanada va Gollandiya parlamentida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan siyosati irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilingandan keyin Avstraliya parlament a'zolari Avstraliya yuqori palata, ya'ni Kengash palata a'zolarini o'xshash shaklda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tونۇشقا chaqirgan. Janubiy Avstraliya mustaqil Kengash palata a'zosi Rex Patrickning so'ziga qaraganda, bu taklif loyihasi Kengash palatasining 15-martdagi kun tartibiga qo'yilgan. U yana bu loyihaning Avstraliya xalqaro jamiyatga qatnashishga hozirlanayotgan paytdagi asosli partiyalarning siniqi hisoblanganligini ta'kidlagan. Avstraliyada yashayotgan Uyg'ur jamoatimi oldingi hafta Viktoriya maydonidan Janubiy Avstraliya parlament binosiga qadar ommaviy yurish va namoyish faoliyati olib borgan bo'lib, Avstraliya hukumatidan Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizgan jinoiy qilmishlarini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishini talab qilgan. Xitoy ishg'oliyatchi kuchlarining Sharqi Turkistondagi milliy va diniy bostirishlari irqiy qirg'inchilik darajasiga yetgan bir paytda atalmish oshqo'llikqa qarshi turish nomida diniy olim va toliblarni yo'qotish harakati davomlashmoqda. Sharqi Turkiston uchur markazi erishgan uchurlarga qaraganda, Sharqi Turkistonning Xotan viloyatida yana bir Uyg'ur yosh qariga qamoq jazosi berilgan. İgilinishicha, Xotan viloyatining Keriya noyisida o'ltirishliq Obul Qosim qari qonunsiz diniy ta'lim-tarbiya bergan deb ayblangan va 2017-yili 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Türkiye Hür Dava Partiyasining raisi Ishoq Sog'lom İslam dövlətlərinin əmdi Xitayga qarşı hərəkət qılınışı kerakligini o'tirib qo'ydi. Kanada va Gollandiyaning Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qilgan ziyonkashligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini ifodalagan Hür Dava Partiyasining raisi Sog'lom mundaq dedi. Diniy va milliy kimligi sababli yillardan buyon kamsitishga uchirgan va yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlar islom dunyosi tarafidan nazardan soqit qilindi. Xitoyning Uyg'urlarga qarshi kishilik huquq tafsirchiligi ko'p qatim isbotlar bilan fosh qilindi. Lekin milliy manfaat uchun Xitoyning zulmiga sukut qilgan islom davlatining pozitsiyasi ibratlik. Islom dunyosi əmdi Xitayga qarshi hərəkət qilishi va Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb tonish kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerikadan Rossiyaga mudofaa sanoati eksport qilishni to'xtatishni qaror qilganligini e'lon qilib, Rossiyaning Aleksey Navalniyni zaharlaganlik uchun yurgizilgan jazoga yana birini qo'shdi. Rossiya o'qituvchilar rahbari Aleksey Navalniy zaharlangandan keyin Germaniyada doktorxonada yotgan. Davolash tamomlangandan keyin Rossiyaga qaytib kelgandan keyin qo'lga ilingan. Vaqadan keyin Amerika Rossiyaning 7 yuqori darajalik amaldori va 14 shirkatiga jazo yurgizishni qaror qildi. Yana bir tarafdan Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zaharova bayonot e'lon qilib, Amerika va Yevropa ittifoqining jazo qaroriga inkas qaytarib mundaq dedi. Biz buni qabul qilishni xohlamaymiz. Biz cho'qim o'zaro javob berish prinsipiga asosan javob qaytaramiz. Xitoyning sharqidagi Jiangxi o'lkasida tىكئۇچار چۈشۈپ ketish sababidan 5 odam o'lgan. Xitoy matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, doiralar davlat meteorologiya mulozimatiga tava bir tىكئۇچارning Xi'an o'lkasida tushib ketganligini, 5 kishining qazo qilganligini xabar qilgan. tىكئۇچارning nima uchun tushib ketganligi to'g'risida hozircha hech qanday tushuncha berilmagan.